Assalomu alaykum. Sevgan insoningiz bormi? Да. 8-martga nima xohlagan bo'lardingiz agar sevgan insoningiz nimadir sovg'a qilish xohlaganlarida? Вот с любовью подарил. Даже если будет маленький подарок. Voy, shuni o'ylab kelyotgandim. Hamma qiz bola xohlaydigan narsa-da. Gul. Hammani ham eng chiroyli nimasi buket gul bo'lsa kerak. Buketmi, nimadir. Salonga kirgizdi, aylantirib yuribdi. Hech nima xohlamayman. Biz pul xohlaymiz. Sovg'ani kerak yo'q, главное e'tibor bo'lsa bo'ldi. Sevgan qizingiz bormi? Voy, yo'q, unaqa qiz. Agar sevgan qizingiz bo'lganda 8-martga necha pul sarflashga tayyorsiz? Qanchaga arzisa shuncha sarflash mumkin-da. Agar oladigan qiz bo'lsa, menimcha bitta buket o'sha 500-400 ming balkim podarkaga arzir. 8-martga oyingizdagi unda nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Gul bo'lsa kerak. Necha pul sarflashga tayyorsiz? 300 mingdan 500 minggacha. Sharoit shunaqa hozir. 8-martga necha pul sarflashga tayyorsiz? $1000. Bunaqa savollarga men bilan kuchliroq javob beradi. O'zi puli yo'q bir kambag'al bo'laversa, nima deganingiz bu? Munisa Rizayevami kim o'sha? Shuni oldi, to'g'risi.